Navad sizga hozirning o'zida 5 million naqd pul berib, sizni 2000 yilga, ya'ni bundan 25 yil muqaddam burunga olib qo'ysa, bu jarayondagi hech qanday bir tarix, hech qanday cho'ng kichik bu ishlar o'zgarmasa, lekin sizning qallingiz hozirgi aqlingiz bilan, ya'ni bundan burun yashab bo'lgan bu ishdan bilib bo'ldik-ku, mush holatda endi 2000 yilga olib qo'ysa, mush 5 million pulni 25 yil jarayonida 100 milliondan oshirib o'tishga ishonchingiz bormi? 100 milyondan ko'p pul topa olamsiz. Sekund o'ylab beringlar. 3, 2, 1. Menimcha 99% bolalarning hammasi voy u 5 millionni bersang berib 100 milliondan topmay, mayunda meshib ketishim mumkin, Elon Muskdan yomon bo'lib ketishim mumkin deb o'ylayotdi. Endi u darajada qilamizmi, ish bo'lmasa 5 millionni necha 10 nasl o'tishga tamoman ko'zinglar yetadi, tamoman qila olasizlar. Shunami? Unda bo'lsa, baqlan Navada endi sizga 5 milyonu bermay. Lekin mush tarix o'zgarmay, hozirgi mush kallingiz, mush iqtidoringiz bilan 2000 yilga olib qo'ylik. 25 yil burunga. Unda bo'lsa 25 yil jarayonida siz yana 100 million topa olamsiz. Yana 85% dan ortiq odam bulutni o'qigan, bilimba, mushundaq ishlar bilan shug'ullanib baqqanlar bo'lsa, tamamen topa oladi. Ham o'ziga ishonch bor. Shundami? Demak, endi men ikki savolni birlashtirib qarab baqsanglar, sizga kam narsa nimika? Kam narsa pul emas bizda, shunami? Nurg'ullar deydi, voy menda pul bo'lganmas, anda qilib, ma'ni vasilab pul topib, pul bo'lganmas, bunda qilib. To'g'ri, hozirgi vaqtimizda muhim, lekin eng muhim narsa pul emas. Mayunning hikoyasini biz ko'p anglagan bo'lib, bu Jungodagi baylar ichida. Shu eng dastlab qilgan vaqtingizda hech qancha mablag' yo'q ekan to'q. Shu dishani ijaraga kelib turib, tayyor cho'p ichib turib, shu darajaga ketgan. Demak, bizning kambog'ni bilish, jiroqni ko'rish, shunami? Navada hozirning o'zida bizni olib qo'ymay turib, masalan, hozirning o'zida 5 yil keyingi, 10 yil keyingi taraqqiyotni, kelgusini ko'ra olsak, his qila olsak, biz yana 5-10 yil jarayonida katta million rubl ketishimizda chatoq yo'q. Biroq endi kallimizda hech nima bo'lmasa-chu, kallisda hech nima yo'q, o'qimagan, kitobni o'qimagan, bilinmagan, buningdan keyingi bo'ladigan ishni faraz qilish emas, buningdan burun bo'lgan savdo fursatlarini o'qimaydiganlarga nisbatan 100 million puldan 2000 yilga olib qo'ysakmi, xashlab, ayshrat, hatto zahar buningga qilib, ya ketib qoladi, ya pulning hammasini to'kib, yeni shu qalanda oltida yenib kelishi mumkin. Ba'zida endi bu hayotda fursat ko'z oldimizda o'tib ketsa-mu, hech qilinmay qolamiz. Undaq ishlarda beqonlar Navad sizni 2000 yilga olib qo'ysa, siz nima ish qildingiz? Qaysi kasbga mablag' soldingiz? Qaysi kasb bilan ching tutib yoki mandaq shirkat qurib bu ishlarni qildingiz? Endi har bir odamning ko'z qarashi yoki bilishi yoki yoqtirdig'ini o'xshamaydi, o'shami? Endi ba'zilarning kallasiga, hatta 10% odamning kallasiga nima ish qilishim kelmagan bo'lishi mumkin, nima ish qiladi, men shu vaqtga olib qo'ysa deb. Endi bak bo'lsa kallasiga nima keldi o'tsanglar, uy yeb qo'ydim, maktab rayonidan, shaharning markaziy rayonlaridan, baland lofanki uylarni eb qo'ydim, uni keyin ba'zi hozirgidek o'sgan vaqtda sotdim deb o'ylash mumkin.